Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bizga farqi yo'q. Bitta egasi borlarni ko'rsataman. Chorshanba yaqinlar, xudo xolisa egasi borlarni soyabon bilan bu yoqdan o'tamiz endi, xudo xolisa. Bozorda bor lekin mashinalar bor. Sekin-sekin kirib kelyapti endi bu yoqdan. Borlarni egasi borlarni ko'rsataman. Bu yoqqa borishimiz shartmi, shart emasmi? Bu yoqqa o'tib olamiz. Kimdan aka bular? Egasi yo'q. Sizda ko'rsatib o'rsam bo'ladi. Yil necha? Assalomu alaykum. 20 kraskasi. Şu iltimos qilsam mikrofonni oling, shunga gapirasiz. O'zingizni ko'rsatmayman, shunga gapirsangiz bo'ldi. Ovoz eshitilsa bo'ldi aka. 2020 kraskasi toza. Mashina xarajati yo'q, a? Xarajati yo'q, tayyor mashina. Ko'rsatib o'rsam bo'ladi. Soyabonda shu sizdan mayli. Iltimos endi. Xo'p, yomg'ir yaxshigina yog'yapti aka endi bu. Yaqinlar 2020 kraskasi toza, haftaning chorshanba kuni bugun bozor tekin. Xudo xolisa Nexus chiqib bozor, chexol poylik, mexanik korobka, audio sistema. Aka probegi qanchada buni? Bismillah. Probegi 178 ming. 178 ming yaqinlar. Mashina xarajati yo'q aka buni? Yo'q. Qarab qadovishi yo'q, a? Dokumentlarning muammosi yo'q. Xo'p, xarajat yo'q deb gazda qo'yilgan ekan. ABS konditsioner hammasi ishlaydi mashina. Yana bir qator aka nomerlarni qoldiraman qadar 4 ta yangi bo'lib taqilgan ekan. Telefon qilib, tekshirtirib, bemalol gapirishamiz. Ustozga borib gapirishamiz, bemalol tekshirtirib xudo xolisa. Nexus so'raganlar uchun gazlar qo'yilgan ekan. Choklarni ham ko'rsatib qo'yay. Yo, bismillah. Shu ochib olsa, Alloh. Mana choklarni ham yaqinlar. Xo'p. Aka, narxi necha pul buni? Kelishtirib beradigan pulingiz. 7800 kelishamiz, ha? Variant barter bo'ladimi aka? Variant bor, barter yo'q. Variantga puliga qarab gaplashaveramiz, barter yo'q. Nomeringiz 90lik, 90lik 994 16 23. Xo'p aka, charcham bu ham sizdan. Buni ham ko'rsatib beray bo'lmasa. Buni yil necha aka? Krilo kapot almashga. Yil necha buni? 20 krilo kapot. Chapmi o'ngmi aka? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham. Ikkita krilo kapot ham almashgan. Mashina xarajati yo'q-a buni? Yo'q. Tayyor. Kubl tishqi bozor yaqinda 2020 ekan. Ikkita oldi krilo, oldi kapot almashgan ekan. Valloh qo'lti chakatiga qancha? 41 ming. Gap yo'q lekin. Avtomat korobka, audio sistema, antradarlarni qo'yilgan ekan. Aka, mashina xarajati yo'q-a? 90 talik gaz bor. 90 talik. Qarab qado ishlari yo'q. Xo'p, 4-pakana gazda qo'yilgan ekan. ABS, konditsioner, 4-pakana gaz qo'yilgan, mashina xarajati yo'q deyapti. Xudo xolisa bemalol telefon qilib, aka nomerlarni qoldiraman, ustozga borib bemalol gaplashib olasiz. Aka, narxi necha pul buni? 9800 savdosi bor. 9800 savdosi bor. O'tgan chorshanba olib chiqdingizmi? Birinchisi bo'ladi. Birinchisi. Variant barterga? Variant bor. Barter yo'q, variant puliga qarab gaplashaveramiz, ha? Nomeringiz aka? 90lik, 90lik 994 994 1623. Xo'p aka, charchamang, ishingizga omad. Shu mikrofonni olaman. Xo'p aka, sog' bo'ling. Omad sizga aka. Xo'p, soyabonda olamiz endi. Avtobunyot, YouTube, Instagram, aha. Sog' bo'ling aka. Xo'p, yaqinlar bo'lmasa davom etamiz. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan ta'sir bo'lishi yo'q. 2008 ekan. Sizdanmi aka bu? Ko'rsatib o'rsam bo'ladimi? Yil nechi buni? 2008. Kraskasi toza. Shu mikrofonni bersam, shunga gapiraverasizmi? Ovoz eshitilsa bo'ldi aka. O'zi yaxshimi, eng muhimi? Birinchi bozor olib chiqdingizmi, o'tgan chorshanba olib chiqdingizmi? O'tgan shanba olib chiqdik. Shanba olib chiqdingiz. Necha pulga bermaydingiz? 45 ga. 45 millionga bermaysiz, ha? Xo'p, soyabonni ham bir amalda shug'ullaman endi. Iloj qancha? Boshqa xarajat yo'qmi aka? Yo'q. Qarib qado ishlari yo'q? Hamma joyi yaxshi. Konditsioner ham ishlaydi, gidravlik rol, gaz qo'yilgan. Boshqa xarajati yo'q. Konditsioner ham ishlaydimi? Ishlaydi aka. Gap yo'q lekin. Dokument muammosi yo'q. Yo'q. Xo'p, bog'lanib qoladi yaqinlar. Mejigar pult. Mashina o'zingizmizda? Yo, bismillah. Chexol poylik, audio sistema. Shuni ko'rsatib o'raman yaqinlar. Mejigarlar ham bor ekan, savdo holati. Aka, narxini kelishtirib beramizmi? Bagajdan ochib yuboray. Bosib yuborish kerakmi? Faqat egasini qo'liga ochar ekan, mashinami? Gap yo'q lekin. Aka, narxini necha pulga beramiz endi? Kelishtirib ayting. 50 million so'rayapmiz. 50 million. Kelishamizmi? Bismillah. Zapaska balon, damkrat qiluvchi choklarning holati. 50 million. O'tgan shanba necha pulga bermadingiz? 45 ga bermadingiz. Variant barter faqat naqdga. 45 ga bermaydi, ustida gaplashamiz. Nomeringiz 91lik 504 30 79. Xo'p, charchamang, ishingizga omad. YouTube'ga hafta bunyod kanaliga chiqadi aka. Charchamang. Bu Cobalt kimdan ekan aka? Egasi yo'qmi? Bo'ldi, muammo yo'q aka. Bu kimdan mashina? Egasi kimdan? Ko'rsatib o'rsam bo'ladimi mashina? Yil nechi buni?
2006 iltimosdan shundan olib oling. Shunga gapiraverasiz. Ovoz eshitilsa bo'ldi aka. Xo'p bo'ladi. Kraskasi, Kraskasi shu turli joylarida bor aka. mashina xarajati yo'q-a? Tarif Xarajati qadovishi yo'q. Xudo xolasa, O'tgan chorshanba olib chiqdingizmi? Birinchi hafta o'tdingiz? birinchi marta chiqdi. Birinchisi. Ishga balon olish kerak bo'ldi. Balonga o'tib beramizmi narxiga? Ha, o'tib beramiz aka. Necha pul so'rayapmiz o'zi? Kelishtirib ayting, beradigan pulingiz. 3200 so'rayapmiz aka. 3200. Kelishtirib beramiz. Xo'p, pul qilingan ekan, 3200 dollar so'rayapti. Nexia 1 so'raganlar uchun. Mashina xarajati yo'qmi aka? Xudo xolasa yo'q, hammasi yaxshi. Bismillah. Orqa oldilar butun aka. Ko'rsatib o'tsak endi. Rasxod yo'q deyapti. Yana bir qator ustingizga borib, tekshirtirib bemalol gaplashaverasiz. Kondisionerlar ham ishlaydi, bir to'lasak bo'ldi. Kondisionerlari yo'q. Girovli to'l gaz qo'yilgan. Bir texot qilish kerak, kansellarni, metan gazlari bor. Variant barter ham bo'ladimi aka? Iloji bo'lsa narx aka. Bitta ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Beraveramiz. Xo'p, yaqinlar xudo xolasa aka nomerlarni qoldiraman. Xudodan ip boylab qo'ydi. Yo, bismillah. Lekin mashina holati ham yaxshi qo'ydi ekan, to'g'risi telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashaverasizlar yaqinlar. Suylari butun chirigan joylari yo'q, ichlari yumma sepilmagan, ichlari. Gap yo'q. Aka endi beradigan pulingizni ayting, kelishtirib ayting-da. Kelishtirib beramiz aka. Variant barter ham bo'ladimi? Barter yo'q, variant qilib beramiz. Variantga puliga qarab gaplashaveramiz. Bir minglar bilan beraveramizmi? Beraveramiz. Bo'ladi. Nomeringiz 90lik 90lik 336 336 0802. 0802. Xo'p, charchamang, sizga omad, salomat bo'ling. YouTube'ga Avtobunir kanaliga chiqadi aka, Instagram kalasi. Aka kimdan ekan bu? Ko'rsatib o'tsam bo'ladimi? Uzr aka. Iltimos mikrofonni olib oling. O'zingizni ko'rsatmayman, shunga gapirsangiz bo'ldi. Ovoz eshitilsa bo'ldi aka. Xo'p, yaqinlar Nexia 2009 kraskasi aka. Kraskasi qanaqa? Bor yo'q bari. Mashina xarajati yo'qmi? Tarif Yo'q, qadovishlari yo'q. yo'q. Moy yemaydi. Yemaydi. Xo'p, girovli rul gazda qo'yilgan ekan yaqinlar. Nexia so'raganlar uchun kraskalari bor, yana bir qator aka nomerlarni qoldiraman. Ustingizga borib tekshirtirib bemalol gaplashaverasizlar yaqinlar. Dollar holati. Mejar pullar ham ishlaydi. Ishlaydi hamma. Probegi qancha aka? 413 ming. 413 ming. Xo'p, chexol polida qilingan ekan, shunaqa audio sistema, hisoblar. Holati video registrator taqilgan ekan. Aka narxi necha pul buni? 4,5 ming. 4,5 ming. O'tgan chorshanba olib chiqdingizmi yo birinchisini olib chiqdingiz? Birinchi. Birinchisi bosvoring aka. Bo'ldi, ochildi. Aka variant barter ham bo'ladimi? Qancha pul? Qancha pulga gaplashamiz variantga? Bir minglar bilan beraverasizmi? 1000 bo'lsa beraverasiz. Aka nomeringiz 90lik 90lik 29 329 34 34 34. 34. Xo'p, aka charchamang, sizga omad, shu mikrofonni olsam. Salomat bo'ling aka. Xo'p, yaqinlar Nexia'lardan davom etamiz. Shuni o'tib olaman endi, iloji yo'q. Soyabon bilan biroz noqulay bo'lyapti, lekin taslim bo'lish yo'q. Kimdan ekan aka bu? Egasi yo'qmi? Sizdanmi aka bu? Egasi yo'q. Bo'ldi, muammo yo'q aka. Bo'lmasa davom etamiz yaqinlar. Nexia'lardan egasi borlarmi? Kimdan ekan aka bu? Egasi yo'qmi? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yilni ko'rsatib o'tsam bo'ladimi mashina? Yomg'ir yog'yapti, siqinab o'tiribsiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Soyabon bilan biroz noqulay bo'lyapti. Iltimos shuni olib oling, shunga gapiraverasiz aka bemalol. Xo'p, yaqinlar, aka Nexia yili 16. 16. Kraskasi? Gaski eshik taglariga petnocha bor bo'ldi. Ha, mashina xarajati yo'q lekin. Xo'p, yaqinlar, birorta girovlik rol gazda qo'yilgan ekan. Mashina xarajati yo'q deyapti. Yana bir qator aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib tekshirtirib, ustingizga borib bemalol gaplashaverasiz. Qadrli 4 ta yangi bo'lib taqib qo'ydi. Nexia so'raganlar uchun. Aka, probegi qancha edi buni? 390 ming. 390 ming. Chexol poli qilingan audio sistema, savdolarni qo'lda, bagaj qismini ham ochib o'tsam. Bu Nexia bosishim kerak emas, o'z avtomatik ochilyapti. Shuni o'tib olsam. Xo'p. Savdoni ko'rsatib o'raman. Yaqinda bagaj qismini zapaska bo'laman. Soklari ham ko'taraveraymi? Yo, bismillah. Soklari ham yaxshi qilib turibdi yaqinlar. Aka narxi endi kelishtirib beradigan pulingiz 4800 aka. 4800. O'tgan chorshanba olib chiqdingizmi, birinchisimi? Yo'q. Shanba kuni olib chiqdim. Shanba kuni olib chiqdingiz. Necha pulga bermadingiz? Shanba kuni savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmadi. Variantni so'radi, naqd. Faqat naqd sotasiz. Variant yo'q. Barter? Yo'q. Barter ham yo'q. Nomeringiz 50lik 50lik 077 077 72 72 58. Xo'p, charchamang, sizga omad. Epki ham sizdanmi? Egasi yo'qmi? Ha, Azamat aka. Xo'p. Yil necha aka bu ekan? 8 kraskasi. Iltimosdan shuni mikrofonda oling. Shunga gapiraverasiz bemalol. 2008 kraskasi qanaqa edi? Orqa bagajmi, Orqa bagaj, orqa kiro, chap o'ng aka. chap taraf. Bu tomonda. Mashina xarajati yo'qmi? Tarif qadovishlari yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Yaqinlar. 2008 Bolvon holati, epki ishqi bozori, mejigar pultarim taqilgan ekan. Tepada luklari ham bor avtomobilga. Salon ko'rsatib qo'raman. Qo'liga tashlangan avtomat korobka.
Monitorlarni qo'ygan ekan. Telefonim- Aka, probegi qancha edi buni? 2 turdan o'tgan. 24 kan. Boshida xarajati yo'qmi? Yo'q, bismillah. Yo'q. Motorlari zo'r. Moy yemaydi aka. Dokumentda xarajati yo'q. Moy yeydi. 4-5 mingdan moy yeydi. Narxida o'tib beramizmi xarajatni? Narxida xarajatni o'tib beramizmi? 4-pakana gazda qo'yilgan ekan. Xudo xolsa aka nomerlarini qoldiraman, telefon tekshirtirib bemalol gaplashib olasiz. Aka narxini ayting endi, kelishtirib xarajatlarga o'tib berdingiz, narxi 6 ming so'ralyapti. 6000. O'tgan chorshanba olib chiqdingizmi? Chiqdimi? Hech biriga bermaydingiz. 5,5 ming berdim. 5,5 ming naqdga bermaydingiz. Variant barter, Naqdga faqat naqd. Barter ham yo'q, variant ham yo'q. Nomeringiz, bo'laveradi. barter avtomobilga qarab gaplashaveramiz. Nomeringiz 99 99 838 47 77. 47 77.